Assalomu alaykum hammaga og'alar, qalaysizlar, zo'rmisizlar, tinchmisizlar, kayfiyatlar zo'rmi? Sizlar bilan har doimgidek Expert.uz bugun ham sizlarga bugungi o'yinlarga bitta chiroyli kupon tuzishga harakat qilamiz. Videomiz yoqsa bitta like bosib qo'yasiz. Kanalda yangi bo'lsangiz jigarlar, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xo'p, har doimgidek jigarlar, videoni boshidan kechagi kuponlarimizni tahlili bilan boshlaymiz va videoni oxirida bugungi o'yinlarga bitta chiroyli kupon teramiz. Albatta videoni oxirigacha tomosha qilsanglar kuponlarimizni ko'rib olib, kerak bo'lsa, misol yoqsa, kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol terib olib stavka qilsanglar bo'ladi. Biz hech kimni majburlamaymiz deganlar. Bizda hammasi ochiq oydin ko'rsatiladi. Xohlovchilar bo'lsa, bemalol bizdan ko'rib, foydamiz tegsa xursandmiz. Bizda hammasi tekin deganlar, foydamiz tegsa bo'ldi. Lekin bu o'yinlarni hammaga tavsiya qilmayman. O'zi bu o'yin o'ynaydigan, tushunadigan odamlar bor. O'shalar uchun tegishli bu gap so'zlarim. Majburlamayman hech kimni. Yangi o'ynaydiganlar bo'lsa, maslahatim, mendan maslahat so'raydigan bo'lsanglar, mabodo men o'ynamaylar degan bo'lardim. Lekin albatta hamma ham oson pul topgisi keladi. Baribir bu o'yin o'ynab yurgan odamlar kam emas. Bilaman, men obunachilarim mana shu o'yin orqasidan ko'pchilik soqqa qiladi. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men ham o'shalar qatoridanman. Xo'p, bo'lmasam o'shalar uchun chiroyli kupon yasaymiz bugun. Aytib o'tganimdek, hech kimga tavsiya etilmaydi bu o'yinlar. Lekin kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, yoqsa, xohlasa Telegram ko'rsanglar, Telegramda sizlarni har kun bepul chiroyli kuponlar bilan ta'minlab turaman. Ya'ni sizlarga foydam tegadigan kuponlar bilan. Hozir sizlarga kechagi kuponlarni tahlilini ko'rsatib o'taman va undan keyin bugungi o'yinlarga kuponlarni tuzamiz. Mana kechagi kuponlar jigarlar. Ishonmasanglar, mana shu kuponlarni Telegram kanaliga o'tib ko'ringlar. Mana shu kupon tashalganmi, tashalmaganmi, nechta kupon tashaldi, nechtasi o'tdi, nechtasi o'tmadi. Ko'rasizlar, agar yolg'on bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar. Men lekin hech kimni aldamayman, aldash niyatim ham yo'q. Sizlarni aldashdan menga foyda ham yo'q. Men bor narsani boricha ko'rsatishga harakat qilaman. Albatta sizlarga foydasi tegadigan narsalarni ko'rsatishga harakat qilaman. Videomizga bitta like bosib qo'yish uchun jigar. Albatta sizlarga foydasi bo'ladi. Qaranglar. 21-mart kecha 3 ta kupon tuzildi. Bittasi YouTube'ga, ikkitasi Telegramga tashlandi. Hozir shularni qaysi bir YouTube'ga tashlandi, qaysi bir Telegramga tashlandi, hammasini ko'rsatib boraman. Qaranglar. Birinchi kuponimiz 707 kaysen. Bu Telegram kanalida berildi. 4 ta jamoadan iborat Telegram kanalida kecha ko'pchilik obunachimiz mazza qildi. 707 kaysen 4 ta jamoadan iborat kuponimiz chiroyli o'tib berdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Vobshe gapsiz bo'lishi mumkin emas. Yengil o'tdi, o'tganda ham. Keyingisi, mana ko'rishingiz mumkin, 5 kaysen bu YouTube kanaliga joylandi. YouTube kanaliga joylangan kuponimdan kecha ko'pchilik foyda qildi. To'g'ri, bu kupon o'tmadi hammasi. Bittasi o'tmay qoldi, shu hisobiga kupon uyaltirdi. Lekin kecha menga adminga yozgan ko'pchilik mana shu kupondan terib olib foyda qilib kupon o'tganlar kam emas. Katta ko'pchilik terib olgan mana shu kuponlar orasidan va o'shadan kupon 100% o'tib bergan. Albatta foydam tegsa degani men kuponimga stavka qilinglar demayman. Mana shu orasidan sizlarga manfaati tegadigan kupon, misol bilasizlar o'zlaringiz ham, misol mana shu komandaga ko'zingizga yetadi. O'shalarni tanlab olasizlar. Qaysiniga qaraysizlar, bu bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ko'zingizga yetganini terib olsanglar, albatta foyda qilasizlar deganlar. Meni stavkamga kuponimga stavka qilinglar demayman. Men to'g'ri sizlar foydalar uchun harakat qilaman. Terib olinglar deganlar. Katta koeffitsiyentga ishonmanglar. Sizlarga maslahatim, birinchi navbatda katta koeffitsiyent u aldaydi odamni. Hamma qilgan ishingiz bir tim bo'lib keladi, ishoning. Katta koeffitsiyent qiyin o'tishi, liboy odamda qiyin. Men o'zim tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman. Qiyin, vobshe qiyin. Bitta yarimta o'xshab ketmasa, lekin har kun o'tkazish qiyin. O'shaning uchun maydonroq koeffitsiyent 5-6 koeffitsiyent, maksimal 7-8 koeffitsiyentgacha bo'ladi. Amallasa bo'ladi. Xo'p, kimga shunaqa kuponlar kerak bo'lsa, jigarlar bilasizlar qayerga murojaat qilishni, qaysi kanaldan topishni mana. Bu kuponimiz Telegramga tashlandi. Bu ham 4 ta komandadan iborat, 5-4 koeffitsiyent, почти 6 koeffitsiyentlik kupon. Bu ham chiroyli o'tib berdi. Vobshe zo'r udar oqladi, zo'r oqladi. Mana total 22 dan ko'p chotga oqladi. Bu Fulham ham oqladi. Leeds United Brentford o'yiniga tuzgan kuponimiz ham chotga o'tdi. Mana bu pastda ham. O'g'lar, mana 3 ta kuponning ikkitasi o'tdi. Bu ham mana ko'rishingiz mumkin. Bitta mana shu zaxiradan maydonga tushadi deb olganim xatoyim bo'ldi meni. Shu komandani shunisini olmaganimda, lekin mana shu kupon 100% o'tardi. Hech qisi yo'q, bu o'yinda har nima bo'ladi. Yutish bor joyda yutkazish ham bo'ladi deganlar. O'shaning uchun hamma narsaga tayyor bo'lib o'ynash kerak o'yinlarni.
Bittada risk qilib yutqazib qo'ysanglar, ya onasini yemsin, bizga emas bu o'yin. Aldashadi, faqat mashq ekansiz, unaqa yo'q. Bu risk qilish kerak bu o'yinlarda. Risk va tavakkal. Bu tavakkal degandan 100% tavakkal emas, aniqlik bilan analiz qilish kerak bo'ladi. O'shanda kuponlaringiz chiroyli o'tib beradi. O'g'lar, hech kimni majburlamayman. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu kuponlar bizda tekin hammasi. Mana YouTube kanal bemalol o'tasizlar YouTube kanaliga. Mana Telegram kanalimiz. Telegram ustiga bitta bosasizlar, jizganlar, Telegram kanaliga olib o'tib qo'yasizlar. Telegram kanalimizda bepulga mana shu kuponlarni qo'lga kiritasizlar. Bizda mutlaqo tekin, hozir ham tekin bo'ladi. Bundan 3 yildan keyin ham tekin bo'ladi. Gapga javob, bizda hammasi tekin bo'ladi. O'shaning uchun hozirdan bizlar bilan birga bo'ling. Bizlar bilan birgalikda balans ko'tarishda davom qiling. Biz albatta sizlarga foydasi tegadigan kuponlarni har kun chiqarib berishga harakat qilaman. Meni o'zim, shaxsiy o'zim iminni mana shunaqa kuponlar bilan sizlarni ta'minlab turishga harakat qilaman, jigarlar. Bo'lmasam qaranglar. Yetdim, hamma narsani tushuntirdim. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa Telegramga kutaman. Bugungi o'yinlarga yana bitta chiroyli kupon yasaveramiz va shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi, jigarlar. Tak, bu komandalarga olib qo'yganman, men уже uni Telegram kanaliga tashlab qo'ydim. Agarda kimga kerak bo'lsa, Telegramga o'tsanglar, Telegramga уже bittami ikkita kupon tashladim Telegramga. Foydalanib qolsanglar bo'ladi. Hozir bu endi bu kuponimizni sal boshqacharoq olamiz. Qaysi komandalardan boshlaymiz hozir? Tak, Olimpik Marsel. Tak, bular o'yinni olamiz. Jarima maydon tashqarisida urilgan gol bo'lmaydi deb olamiz. Ya'ni jarima maydon tashqarisidan gol urilmaydi. Urilmasa kuponimiz o'tadi. Tak, qayerga ketding bu? Jarima maydon tashqarisi. Xo'p. Mana shu yerda bo'lishi kerak. Zaxira yo'q. Mana shu yerda bo'ladi. Jarima maydon tashqarisi. O'shani topamiz. Yo, onasini yeysin. Total daqiqa, ustunlik bilan g'alaba, kim gol uradi? Durang, ikkala jamoa gol uradi. Jarima maydon tashqarisi. Mana bizga mana shu kerak. Jarima maydon tashqarisi urgan gol yo'q. 1.29 koeffitsient, ya'ni почти 1.3 koeffitsient. Keyingi komandamiz bo'ladi. Fiorentina Inter. Bularni o'yinda olamiz. Burchak to'piga olsak bo'ladi bularga, chunki bular burchak to'plari normal. Mana bu golni ko'rishingiz mumkin. Normal burchak to'p tepiladi. Burchak to'p olamiz. Fiorentina bugun uyda o'ynaydi. Shuning hisobiga burchak to'pidan 1.0 to'ldirma olamiz. 3 dan ko'p deb olamiz. 1.5 koeffitsient. 3 ta kupon, 3 ta burchak to'p desa ham kupon kuymaydi. Aniqrog'ini aytgan bo'lsam. Keyingisi Roma Lecce. Bu o'yinda yaqqol menimcha Roma yutadi. Chunki Romani o'yinlari zo'r ketyapti. Lekin yana o'zini uyda o'ynaydi Roma. O'shaning uchun bu o'yinda nima bo'lsa bo'ladi. Birinchi jamoa taymlarning birida yutadi. Qaysi bir taym bo'lsa ham birinchisida yutadi deb olsak. Yokida jarima maydon tashqarisida gol yo'q deb uni koeffitsiyentini ko'ramiz. Agar normallar koeffitsiyent beradigan bo'lsa, shuni olsak ham bo'ladi. Bu ikkalasi ham почти bir. Mana shu birinchi jamoa taymlarning birida yutadi deb qo'yaveramiz. Yaxshi shu. Keyingisi Bologna, Lazio, Atlanta bulardan keyin kechga yaqin yana bitta kupon yasaymiz bularga. Hammasini bu 5 ta bo'ladigan o'yinlar. Tak, Como Pisa. Mana shu o'yinlarni bitta ko'rsak bo'ladi. Como Pisa bular o'yinlarda jigarlar darvozaga zarba ko'p bo'ladi. Avvalgi o'yinni ko'radigan bo'lsak 25 ta bo'lgan. Darvozaga zarba. Yana hozir olamiz, darvozaga zarba olamiz. Tak. Darvozaga zarbani 20.5 dan ko'p deb olaveramiz. 21 ta bo'lsa ham ko'p o'tadi. 21 ta bo'lsa ham ko'p o'tadi. Keyingisi Bolognadan ko'ramiz. Bolognadan bitta ko'rik. Bologna o'yinida olamiz. Oxirgi o'yinni ko'ramiz. O'yinlar. Fol qanday ishlarda fol? Bologna o'yinida fol ham ko'p bo'ladi. Fol olib qolamiz. Bulardan fol olganimiz ma'qul menimcha. Fol. Folni olamiz. Bir qancha bo'lishi mumkin? 22.5, 23.5 deb bo'lsak. 24 ta bo'lishi kerak bo'lgan bo'lsa, 22.5 deb olib qolamiz. 3.9 koeffitsient. Keyingisi Barselona ili Real Vallecano mashina o'ynagan bitta olishimiz kerak. Bularning o'yiniga ofsaydga olsak. Barselona ofsaydga olamiz. Barselona pastgan o'yinlarda ofsayd ko'p bo'ladi. Shuning uchun ofsaydga ola qolamiz. Birning totali birdan ko'p deb olamiz. 9 koeffitsient.
Yana bitta komanda ko'ramiz hozir. Mainz, Tottenham, Nottingham Forest. Ularning o'yinida avvalgi o'yinlarni ko'radigan bo'lsak, sektorlar davlat o'g'lovi ham kam bularda, Folchi. Fulham kam. Ularning o'yinini olmaymiz. Newcastle, Sunderland. Real Madridni ko'ramiz. Real Madridning o'yinida bularda menimcha darvozaga aniq zarba ko'p bo'lsa kerak. Real Madridning o'zi bu o'yinda darvozaga aniq zarba. Real Madridning o'zi 4.5 ta aniq zarba tegsa kerak bu o'yinda. Nima deysizlar? Real Madridning hozir oxirgi o'yinlarini ko'radigan bo'lsak, Manchester City bilan 7 ta tepgan, o'zini uyda o'ynaganida 6 ta tepgan, 7 ta, где-то bir 5 ta tepadi menimcha. Birini individual to'ldirganimiz 4.5 dan ko'p deb qilamiz. 7 koeffitsient kupon bo'ldi. Tak 7 ta jamoadan iborat. Olamini ko'rishingiz mumkin. 7 koeffitsient kupon. Kuponni saqlaymiz. Mana kupon ko'rishingiz mumkin, kupon kodini. Bemalol agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu kuponni yuklaysizlar. Keyin kerak emas jamoani o'yindan chiqarib tashlaysizlar, chiqarib keragiga maksimal sizlarga 3 koeffitsient, 4 koeffitsient qilsanglar ham bo'ldi deganlar. 3 koeffitsient qilinglar. Где-то bir 30 ming urib qo'yinglar, tamom. Kuniga sizlarga 100 ming hisobingiz keladi o'shanda. Maslahatim. Mana kupon kodi nusxa qo'yamiz va biz bu o'yinga $25 tikib qo'yamiz. Kupon tikildi. Mana ko'rishingiz mumkin. Sizlar kimga mana shu kuponlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi Telegram kanalda bo'ladi. Hammani kutaman deganlar. Telegram kanal, YouTube kanalini bio qismida mana Telegram kanalimizga ustiga bossanglar bitta to'g'ridan-to'g'ri olib o'tib ketadi. Masalan, mana shunaqa chiroyli 100% o'tadigan kuponlar Telegram kanalida kutadi. Bo'lmasam deganlar, hammaga omad. Bugungi o'yin hammaga omadli bo'lsin, ya'ni hammani kuponi o'tsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha videoga bitta like bosib ishdan chiqmasin deganlar. Mana shunaqa like-ni ko'p bosib tursanglar, men sizlarga har kun shunaqa manfaatli video chiqarishda davom etaman. Hammasi sizlardan bitta like hech nimani o'zgartirmaydi deganlar. Qo'ldan kelguncha bitta like bosib qo'yamiz, tamom. Bo'lmasam addushi deganlar, hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.